Xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli. Kirish so'z. Shang Junshu, ya'ni Shangning Podshoh qo'llanmasi degan kitob milodiyadan burunqi 3-asrda yozilgan kitob bo'lib, buningdan 2300 yil ilgari yozilgan bu kitob uzun zaman fuqarolardan cheklanib kelgan. Bu kitobda o'ttirib qo'yilgan xalqni kontrol qilishning 5 xil usuli tarixdan buyon Xitoydagi podshohlarga va yoki hokimiyat yurgizganlarga alohida yetakchilik rol o'ynab kelgan. Bu kitob hozirga qadar 3 xil tilga, ya'ni 1928-yili ingliz tiliga, 1970-yili yaponchaga, 1981-yili fransuzchaga tarjim qilingan. Nayta afsus, mening bilishimcha, bu kitob hozirga qadar Uyg'ur tiliga tarjima qilinmagan. Mening qarashimcha, bizning bu kitobda o'ttirib qo'yilgan mazmunlar bilan tunishib chiqishimiz Xitoy hokimiyatining xarakterini va ularning siyosat tuzash metodini to'g'ri bilishda alohida ahamiyatga ega. Shu sababdan men bu kitobda o'ttirib qo'ygan xalqni kontrol qilishning 5 xil usulining asosiy mazmunini qisqartib tarjim qilib o'qirmanlarga sundim. Xalqni kontrol qilishning 1-usuli ojiz orqali kuchlikni yo'q qilish, eski orqali yaxshini yo'q qilish. Bir davlat kuchlik bilan kuchlikni yo'qotganda ojizlaydi. Ojiz bilan kuchlikni yo'qotquchi kuchlanadi. Hukumat agar kuchlik xalq bilan kuchlik kuchni yo'qotganda qeyb qolg'ini yanala kuchlik xalq bo'lib, ularni boshqarish qiyin bo'ladi. Natijada hokimiyat ojizlashib ketadi. Hukumat agar ojiz xalq bilan kuchlik kuchlarni yo'qotganda qeyb qolg'ini ojiz xalq bo'lib, ularni boshqarish ko'p oson bo'ladi. Natijada hokimiyat kuchlanadi. Ya'ni xalq kuchlanganda hokimiyat ojizlashadi. Xalq ojizlashganda hokimiyat kuchlanadi. Yerlik amaldorlar podshohning amrini bijo keltirmay yoki markaziy hukumatning buyrug'iga bo'ysunmay qonunga xilof ish qilganda ularni cheqishtirgan o'rtoqlarni mukofotlab, ularning o'rnining yuqori tuvan bo'lishi, mol mulkining oz ko'p bo'lishidan qat'iy nazar cheqishtirganlarga qonunga xiloflik qilgan amaldorlarning amalini berish, shundoq bo'lganda podshohga sodiq amaldor yetishtirgili va hokimiyatni mustahkamligili bo'ladi. Yaxshi, axloqliq, adolatli kishilar bilan xalqni kontrol qilganda hokimiyat vayron bo'ladi. Eski, lukchak, zolim, pas, chokini kishilar bilan xalqni kontrol qilganda hokimiyat kuchlandi. Agar yaxshi, axloqliq, adolatli kishilar bilan xalqni kontrol qilganda eski, lukchak va zolimlar yo'qaydi. Xalq yaxshi, axloqliq, adolatli kishilarga yiqilishib, podshohdan yiroqlashadi. Amaldorlarga bo'ysunmaydi. Hokimiyat ustidan shikoyat qiladi. Natijada hokimiyat ojizlashadi va vayron bo'ladi. Agar eski, lukchak, zolim, pas, chokini kishilarni barpo qilib, ularning qo'li bilan xalqni kontrol qilganda, xalq podshohga yiqilishadi. Podshohning adolatiga tashna bo'ladi. Podshohga dardini anglatib,
padişahның o'zlariga ega chiqishini umid qiladi. Tinchlik barpo qilg'uchi padishahni himoya qiladi. Natijada hokimiyat kuchlanadi. Xalqni kontrol qilishning ikkinchi usuli birla din yoki birlikka kelgan e'tiqod barpo qilish kerak. Birla din yoki birlikka kelgan e'tiqod barpo qilish, ya'ni xalqni bir tutash tarbiyalash yoki xalqni ideya jihatda eng yuqori darajada birlikka keltirish kerak. Hukumat xalqning bilimlik bo'lishi, munozir qilishini bilishi, aqlliq bo'lishi, samimiy bo'lishi, pok bo'lishi, ko'ngil etishni bilishi, axloqliq bo'lishi, o'zaro ittifoqlashishi, adolatlik va haqqoniy bo'lishi, inovatlik bo'lishi, hurmatlik bo'lishi qatorliqlarga asosan ularni mukofotlashni yoki ularga yuqori mansab berishni qattiq cheklash. Padişah hukumatning amrini va yoki buyrug'ini tanqid qilishga va yoki padishahga hukumatga o'zining mustaqil ko'z qarashini o'ttirib qo'yishga yo'l qo'ymaslik kerak. Kuchlik odamlarni vayron qilish, aqlliq odamlarni mag'lub qilish kerak. Taqdirlanish va yoki amalga erishish uchun faqat va faqatla padishah uchun urush qilish kerak. Padishah uchun yer terish, padishah uchun urush qilishdan boshqa barliq axloq fazilatni taqdirlash va yoki amal berishning o'lchimi qilmaslik kerak. Agar xalq munozir qilishni, bilim egilashni, savdo qilishni, qo'l hunarvanlikni yaxshi ko'rsa, yer termaydi, urush qilmaydi. Natijada bundaq davlat uzunga bormay vayron bo'ladi. Agar davlatda biror masala ko'rilsa, bilim egisi qonun tuzumni ayblaydi. Tijoratchi fursatni g'animat biladi. Qo'l hunarvan hokimiyatga bo'ysunmaydi. Natijada davlat mag'lub bo'ladi. Agar hamma xalq munozir qiladigan, bilim egallashni yaxshi ko'radigan bo'lsa, yer teriydiganga odam qolmaydi. Davlat uzunga bormay vayron bo'ladi. Shunga undaq insonlar jinoyatchilardir. Agar 1000 odam ichida bir odam munozir qilishga amroq, bilim egilashni yaxshi ko'radigan, savdo setiqda usta bo'lsa, qolgan insonlar dehqonchilik qilishdan, urush qilishdan qechib, hamma odam bilim egilashga, savdo qilishga intiladi. Agar davlatda san'atchilar, artistlar bo'lsa, ular o'yin qo'ysa, dehqonlar yer terganda, askarlar urush qilganda diqqatini o'zi qilayotgan ishlarga yig'olmaydi. Shunga munozir qilishni, bilim elishni, o'yin, san'at qo'yishni cheklab, ideyani birlikka keltirish kerak. Xalqni kontrol qilishning 3-usuli shaxsning mol-mulkini musodir qilish, shaxsiy mol-mulk va aqliy boylik bo'lmagan jamiyat yaratish. Davlat boshqurganda agar boyni kambag'al qilib, kambag'alni boy qilsa, hokimiyat mustahkam bo'ladi. Shunga xalqning mol-mulkini musodir qilish kerak. Yolg'iz xalqning mol-mulkini musodir qilib qolmasdan, balki ularning dasmoyisini va qaytadan boy bo'lish iqtidorini yo'q qilish kerak.
Faqat shundaq qilganda masala ondan to'liq hal bo'ladi. Nutq so'zlikchining dasmoyisi uning so'zlash qobiliyati. Faylasufning dasmoyisi uning ideyasi. Baturning dasmoyisi uning jasorati. Qo'l hunarvanchining dasmoyisi uning ikki qo'li. Savdogarning dasmoyisi uning aqli. Qushni ko'ndirman desang, uning qanotini kesib o'tishing kerak. Xalq faqat davlatga tayinib yashay oladigan bo'lganda, ondan gap anglaydigan bo'ladi. Xalqni kontrol qilishning 4-usuli xalqni pas, kambag'al va ojiz tutish. İnsanlar pas bo'lganda huquqni cho'ng biladigan bo'ladi. İnsan ojiz bo'lganda huquqqa hurmat qiladigan bo'ladi. Hukmron sinfning salohiyati, huquqi va ularning mukofotining jalb qilish kuchini saqlab qilish uchun xalqni cho'qim pas, to'van, ojiz va kambag'al tutish kerak. Xalq kambag'al bo'lganda ega bo'lganga shukr qiladigan bo'ladi. Davlat jazolash orqali xalqni boshqarganda xalq sadoqatmanlik bilan ishlaydi. Davlat mukofotlash orqali xalqni urushga chaqirganda xalq o'lishdan qo'rqmaydigan bo'ladi. İnsanning shaxsiy hurmati va obro'yi bo'lganda huquqni cho'ng bilmaydi. Amaldorlarni ko'zga ilmaydigan bo'ladi. İnsan boy bo'lganda mukofotni cho'ng bilmaydi. Mukofot berish orqali ularni jalb qilg'ili bo'lmaydi. Davlat xalqni boshqarganda jazolash orqali ularning o'rnini tövəlletiş kerak. Shundaq bo'lganda ular urush bo'lganda jinini pido qilishga rozi bo'ladi. Dehanda eshinchi ochliq bo'lsa, yer terishga xo'sh yoqmaydigan bo'lib qoladi. Savdogar boy bo'lsa, turmushi bayashat bo'ladi. O'yin tomoshaga beriladi. Shunga dehonning eshinchi ochliqini tortib olib, ularni yil bo'yi qo'saq to'yg'izishning g'amiga tushirib qo'yish kerak. Savdogarning qo'lidagi ortiq boyliqni tortib olib, ularni savdoda foyda ololmaydigan holga tushirib qo'yish kerak. Jazoni ig'irlashtirib, mukofotni tövəllatganda podshoh xalqni yaxshi ko'rganlik bo'ladi. Ondan xalq podshoh uchun jinini pido qiladi. Agar mukofotni oshirib, jazoni yengillatganda podshoh xalqni so'ymaganlik bo'ladi. Xalq podshoh uchun jinini pido qilishni xohlamaydi. Jazolash kuch paydo qiladi. Kuch kuchlanishni paydo qiladi. Kuchlanish huquqni paydo qiladi. Huquq shukr qilishni, qanoatni paydo qiladi. Shunga shukr qilish, qanoat jazolashdan kelib chiqadi. Xalq yaxshi ko'rmaydigan siyosatni tuzab chiqqanda xalq ojizlaydi. Xalq yaxshi ko'radigan siyosatni tuzab chiqqanda xalq kuchlanadi. Xalq ojizlashganda hokimiyat kuchlanadi. Xalq kuchlanganda hokimiyat ojizlashadi. Xalqni kontrol qilishning 5-usuli urush qilish, o'ltirish. Yuqorqi 4 xil usul unumlik bo'lmaganda urush qilish, o'ltirish usulini qo'llanish kerak. Kuchlik xalq jamiyatning o'smasi, parazit qurti bo'lib, ular paydo bo'lgan hamon ularni yo'q qilish kerak. Davlat kambag'al bo'lganda urush qilish kerak. Shuning bilan davlat ichidagi zahar, tahdid dushman tarafga oqidi.
davlat ichida parazit qurt bo'lmasa, hokimiyat kuchlanadi. Davlat kuchlanib, urush qilmaganda zahar, tahdid davlat ichida qoladi. Parazit qurtlar paydo bo'ladi. Natijada hokimiyat vayron bo'ladi. Davlat kuchlanganda cho'qim urush qilish kerak. Shuning bilan zahar, tahdid dushman davlatga oqadi. Natijada davlat ichida parazit qurt paydo bo'lmaydi. Hokimiyat kuchlanadi. Ya'ni urush bo'lganda kuchlangan xalqni dushman bilan urush qilish orqali ularning kuchini ojizlashtirg'ili bo'ladi. Shuning bilan hokimiyat kuchli xalqdan iborat u parazit qurtlardan qutulib, o'zini saqlab qola oladi. Kuch yetildirib, kuchni yo'qotmagan hokimiyat o'zini vayron qiladigan hokimiyat hisoblanadi. Bundaq hokimiyat cho'qim mag'lub bo'ladi. Kuch yetildirib, kuchni yo'qota oladigan hokimiyat dushmanni vayron qiladigan hokimiyat hisoblanadi. Bundaq hokimiyat cho'qim kuchlanadi. Urush qilish, o'ltirish deganlik, urush qilish orqali ichki ziddiyatni hal qilish, davlat ichidagi kuchli xalqni yo'qotish, shuning bilan birga zahar, tahdidni sirtiga chiqarib, ichki kuchni sirtqa kengaytish, ichki ziddiyatni tashqi ziddiyatga aylantirish, boshqa ziminni o'ziga qo'shib olishni ko'zda tutadi. Xitoychadan qisqartib, tarjim qilib, yezib chiqqichi doktor Mamtimin.